Assalomu alaykum do'stlar. Asrolov Ruminiya tovuqlarimiz, mana makanlarimiz. Mana yirikroq, bundan kattaroq makanimiz. Sababi bular birinchi partiya, bu ikkinchi, uchinchi partiya. Mana bu xo'rozlarimiz ikkinchi partiya. Mana bular birinchi partiya mana bunlari. Mana bular birinchi partiya. Bu yerda 2-3 partiya Asrolov Ruminiya tovuqlarimiz bor. Sababi qon buzishga hamma joydan olganmiz. Qon buzishga 2-3 ta joydan olganmiz. Joyda yosh jo'jalik vaqtidan boqamiz, keyin tayyor olganmiz. Mana makanlarimiz, maşallah deb qo'yasizlar. Mana xo'rozlar hali uyg'onmagan. Mana dumlari rosa chiroyli chiqib kelyapti. Kimga tuxumlari, jo'jalar kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyat, Bayarif tuman, Elek shahar. Mana qarang xo'rozlar ham bor. Buni makanlari ham bor. Mana tagiga shlaka blok qo'yib qo'yganmiz, yarim metr idishga. Undan ham katta bo'lib ketdi. Tuxumlar jarayoni. Kimga tuxumlari, jo'jalari kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyat, Bayarif tuman, Elek shahar. Mana makanlari ham juda yirik. Do'stlar, juda yirik. Xo'rozlari 5-6 kilogacha, makanlar 4 kilogacha. Mana birinchi partiya xo'rozlarimiz. Tuxumlar 20 ming so'm, jo'jalari 15 kunlik 50 ming so'm. Vaksinalarni qilib beramiz. Kimga tuxumlari, jo'jalari kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud. 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Mana xo'rozlar juda yirik. Original. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Bu yerda adlerskiy xo'rozlarimiz qon buzishga sotiladi. Mana xo'rozlarimiz ham juda yirik. Mana qon buzishga sariq oyoq original chetdan kelgan. Kimga kerak bo'lsa xo'rozlar sotiladi, adlerskiy qon buzishga. Makanlari ham bor, vaqt sotilmaydi makanlar. Mana xo'rozlar mana. Mana dumlari hali kelmagan, o'zi yosh. Hali dumlari mana endi chiqib kelyapti. Xudo xolasa uyg'onsa juda chiroyli bo'ladi.